Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun Yekaterinburgda jarkoy qilamiz o'choqda. Qo'y go'sht, ziraboy, to'g'ralgan chesnak, sabzi, simichka moy, perprava, piyoz, bolgar, karam, kartoshka, mana masalliqlar ketadi. Tuz, qora murch, zira, quritilgan perprava. Xullas shulardan bugun jarkoy qilamiz o'choqda. Boshlari mana Rossiyada yashasak ham tandir bor, o'choq bor. O'tda qishloqda yashaganda yashab yotibmiz mana Allohga shukr. Mana yog'ni soldik, piyozni soldik. Yaxshilab qizartirib qovuramiz. Mana qo'y go'shti solib, yaxshilab aralashtirib qovuramiz. Birinchi piyozni qovurdim, chunki yog'ni kamsab ovqat qilaman. Yog'li ovqatni yaxshi ko'rmaydi bolalarim. Shunga piyozni yaxshilab qizartirib qovuray deb birinchi piyozni soldim. Mana ketidan qo'y go'shti soldim. Bugun banka yopdik ertalabdan. Turkiyaning glasidan olib kompot qildik, varini qildik. Slivkadan varini qildik. Vaqtim ko'p ketib qolsa, hozir qarasam 2dan o'tib borayotgan ekan. Sabzi soldik. 2 dona bolgarskiy soldik to'g'ri. Ziraboy, chesnak, tomatlari soldim mana. Hammasini aralashtirib qovuramiz. Tez aralashtirib turamiz, yopib kuyib ketmasligi uchun. Xullas, bankalarni ham qilaverdik. Ovqatni ham qilaverdik. 1,5 soatda уже pishib tayyor bo'ldi bu ovqatimiz. O'choqda ham tez bo'ladi, ham shirin bo'ladi. Mana 2 dona pomidor to'g'rab soldim. Yana ham yaxshi bo'lsin deb. Bir tifol suv soldim. Normalni bo'ldi. Boshqa suv solmadim. Mana qaynayapti. Bankalarni yopdik, ovqatni suzib yedik. Sirrazi o'zi yozgi yomg'ir shunday jala qo'ydi. Hech narsaga o'xshamaydi, tavba. Ovqatdagi ko'pikchalarni olib tashladim. Bu mangalimiz ham shashlik pishirsa bo'ladi. Bir chetiga ham mana unaqa o'chog'i bor ekan. Yaxshi ekan tikkatirib ovqat qilishga. Bir yarim qoshiq tuz soldim. O'zi normalni bo'ldi, boshqa solmadim. Zira soldim. Qora murchdan sepdim mana. Chorni persdan. Har xil ovoclar quritilgani bor ekan. Perprava shundan ham soldim.
Mana kartoshkani solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustiga tovoqni yopib dimlab pishirdim. Go'shti shunday tikilib pishib ketdi. Mana endi lavra lis solamiz. Tuzini tatib ko'rdim, normal ekan. Karamni solamiz. Yarimta karam to'g'rab soldim. Uni yana bostirib qo'ydim yarim soatga. Mana o'zim hovlida ekkan ko'katlarim. Bizlar uchastkada turamiz, mana ko'katlarni to'g'rab oldik, ovqatni ustiga sepib yeyishga. Ovqatimiz pishdi. Oxirida shu bittagina o'tinimiz tutab qoldi-da, kamerani yomon ko'rsatdi. Mana ovqat pishdi. Osh bo'lsin. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yingizlar, kuzatishda davom etingizlar. Videoni endi chiroyli, yaxshi qila olmayotgan bo'lsam, avvalambor uzr. Kamchiliklari bo'lsa yozingizlar, men to'g'ri qabul qilaman tanqidni. Kuzatganlarga, like bosganlarga, obuna bo'lganlarga kattakon rahmat.